O'rtoqlar, sizlar kutgandek mana yana bitta remontdan keyingi uyimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Remont, mebel, texnika hammasi tayyor. Yana o'sha gap, kiyim-kechagingizni olib keldingiz va mazza qilib yashadingiz. Bu yoq tomonimizda zalimizda bo'ladi, o'rtoqlar. Bu yoq tomonimizda qizlarimizning, ayollarimizning yaxshi ko'rgan xonasi, ya'ni kuxnyasi. Ko'rishinglar mumkin, u yoq tomonimiz ham ideal holatda. Balkondan unumli foydalangan holda bu yoqda ham bitta xona qilib qo'yganmiz, ko'ryapsizlar. Bir kishilik yotib turishligi uchun shkaflargacha qilib qo'yilgan. Endi asosiysi podest tomonimizni ko'rsatamiz. Bu yoq tomonimizda prixoshka bo'ladi. Prixoshkani o'zidan vannaga kiriladi va hojatxonamiz ham shunday yonida joylashgan. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda Chilonzor 6-kvartal 11-dom 80-kvartira. Yon atrofimizni ko'rdinglar. Yonimizda Parus, metro Mirzo Ulug'bek. Xullas, Bunyodkor stadioni deydi-yu, Bunyodkor stadioni. Xullas, lokatsiya ideal. Bu uyimizni naqdga ham, ipoteka orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa zo'r uy-joylarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Uy-joy sitiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.